Qarshi shahri Yangi-Shoyxo'ja mahallasida joylashgan 6 sotik yer maydoniga ega bo'lgan uchastkamizni obzorga kelganmiz. Ko'chasini ko'rishingiz mumkin. Uglovoyda joylashgan uchastkamiz. Bu yoqda esa kommunikatsiyalar, gaz, svet, suvdan umuman muammosi yo'q. Bu uchastkamizga kirib kelish qismimiz. Kirib kelganimizda mana fundamentimizga birinchi ko'zimiz tushdi. 1,5 metr qilib egasi fundament tashlagan ekanlar. Eslatib o'taman, bu uyimiz egasi o'zlari uchun qurganlar, shaxsan o'zlari uchun. Bu yoqda birinchi bo'lib o'ng tomonda mehmonxonasi keladi. Katta va keng bo'lgan mehmonxonamiz. Bu yoqda esa yashash xonalarimiz joylashgan. Ichkarida ikkita, bu yoq koridor qismi ekan. Bu yoqda chap tomonda bu birinchi xonamiz. Bu esa ikkinchi xonamiz joylashgan. Bu yoqdan kirib kelganimizda hovli qismimiz, огород qismimiz. Bu yoqdan kirganimizda esa bu yoqda yashash xonasi. Bu yoq esa oshxona qismi. Bu yoqdan kladovkaga o'tib ketadigan joylar qilingan ekan. Bu yoqda esa sanuzel qismlari joylashgan ekan. Hovlimizni umumiy razmeri 20 ga 30, ya'ni 6 sotik bo'ladi. Hovlini ham mana ko'rib turibsizlar. Bu yoqda esa hovuzimiz joylashgan. 6 tonnalik hovuz bor. Bu yoq esa tandirxonamiz. Bu yoqda esa hojatxonamiz joylashgan. Bu uchastkamizning narxini egalari 55 ming deb turgan joyda sizlar uchun savdolashib 53 ming dollarga tushirdik. Bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilib, yana kelib savdolashsanglar bo'ladi.